Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana xudo xolasa yana bitta ishimizni zagotovkasini boshlab oldik. Zagotovkalarni tayyor mana firmamiz chiqaryapmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib. Demak, uголnidan bo'lgan holati materialimiz 8 lik past tarafi bo'lyapti. Tepa tarafi 7 lik. Chiroyli qilib to'qib olganmiz. Bu yerda mana tayyor firmalarimiz tayyorlab qo'ydik. 30 ga 10.70 joyimiz. Yo'lning xudo xolasa chiroyli qilib suvarga qo'yib oldik. Oldi taraf korobka. Chiroyli holatda. Xudo xolasa shu yerga chiroyli qilib o'rnatamiz. Ertandan